qanday eshitdik? O'yinning qanchalik xavfli va shafqatsizligini o'zi bilarmikin? Nima uchun bunday qilgan ayolku? Mashaqqatli kor ishlardan qutulish uchun ular musobaqada ishtirok etishga rozilik berishadi. Vazir tushunmayapman. Shuncha ham bo'lsa qanday qilib odamlarni o'ldirishi mumkin? Men ham shuni aytaman-da. Siz uni o'limdan qutqarish uchun harakat qilsangiz, u o'zini o'lim sari yetaklayapti. To'g'ri. Chindan ham tushunarsiz holat. Tohqon ishlari qanchalik og'ir bo'lmasin, qalbli chavgon u yerlarga yarasholmaydi. Yoki u yerdagi ishlar shunchalik dahshatlimi? Ha. Ishchimcha. U yerda deyarli har kuni qo'llar xarob bo'ladi. Baribir bu yaxshi emas. Aytganingdek, uni qutqarish uchun nimalar qilmadim. U bo'lsa yana o'lim bilan o'ynashyapti. To'g'ri xonim, bu tushunarsiz holat. Ammo bunday qarorga kelishiga biror sababi bo'lgandir. Balki bu sabab nimaligini aniqlashimni istayotgandirsiz. Bilmadim. Ko'plab ishtirokchilar hayotini o'zgartirish maqsadida musobaqada